Ana shu oilaning videosini ko'rgansizlar. Onaxonni o'zlarining muammolari yetmaganidek Siz oyog'ingizga nima bo'lgan, opa? Ankalagisi band tutganman. 2011-yildan beri mana shunaqaman. Oyoq har bir yacha sog'lom yaxshi emas. 3 yil esa ruhiy kasal. Ularni ongi past, ovqat hech narsaga yaramadi, kiyim kiyishga ham yaramadi, yuvinib to'plaratishga hech qanaqa ishga yaramadi. Mana shular choyini damlab, ovqatini qilib yashab turibmiz. Bizning aka-ukamiz yo'q, o'g'illarimiz, farzandlarimiz yo'q bizni. Hech kimimiz yo'q, biz o'lib yo'q. Sizlarga beradigan sovg'amizni olib keldik. 215.771.000 so'm yig'ilgan. Bu sizning haqqingiz. Haqiqiy joyiga ehson qildinglar. Mana shu oilaga befarq bo'lmagan insonlar va ehson qilmoqchi bo'lgan insonlar bilib qo'yinglar. Haqiqiy joyiga ehson qildinglar va bularning ko'zidagi bugungi hozirgi quvonch bu sizlarning quvonchinglar va jannatda Xudo xohlasa bular guvohlik beradi. Mana shu bandam menga yaxshilik qilgan edi. Hech biror kishi gul sovg'a qilgan. Yo'q, men hech kimga sovg'a qilmayman. Menga sovg'a qilgan yo'q. Men bilan bo'lsam hech kim menga sovg'a Bu qanaqa qilib bu baxtni his qilmasdan yashash mumkin? Qanaqa qilib inson bo'lib yuribmizki, mana shu narsani his qilmasdan o'tib ketsak, biz nima deb javob beramiz ertaga? Qondosh bo'lmagan qaysidir inson uchun qilamanmi shu yaxshilikni deymiz. Lekin aslida bu yaxshilikni o'zimiz uchun qilamiz. Shu insonlar borligi haqida bu dunyoda shunaqa inson yashayotgani, shunaqa ahvolda yashayotgani, 3 ta zaifa bilan bir oyoqda yashayotganini ko'rding. Shuni ehson qilmading shu insonlarga degan savollar berilsa, qanaqa javob beramiz? Bu insonlar birinchi marta bugun gul olishdi, tasavvur qiling. Birinchi marta. Ayolingizga, oyingizga, singlingizga shu paytgacha nechta gul sovg'a qilganingizni, qanaqa buketlar sovg'a qilganingizni eslab ko'ring. Tushlik paytida nima yedingiz va kechki ovqatga nima pishirgansizlar? Kechki ovqatga to'g'ri gapirish kerak. Xudoning ham javob berish bor. Hech qanaqa ovqat qilganimiz yo'q. O'sha ovqat qilmadik. Non bilan choy ichdim hozir. Qozinim ham o'chib qarab, men turibdi, hech qanaqa ovqat qilmadim. Shu bugun kunimiz chiroyli o'tdimi, o'sha bizga baxt. Restoranga bormagansiz-a? Yo'q, bormadim. Siz restoranga bormagan bo'lsangiz, yaxshi insonlar, saxiy insonlar restoranni siz oldingizga olib keldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qani, yuring restoranga. Shunda chiqamiz, mana bu yoqda sizga bir surpriz qilib turibdi. Oylik olganingizda, xursand bo'lganingizda qaysidir restoranga borib, menyudagi taomni nomini o'zini ko'rmasdan turib, ichiga nima solingan, salatlarda deylik, mevalar solingan, ko'katlar solingan, buni hammasini bilasiz nomidan. Lekin bular biror marta restoranga borishmagan. Tasavvur qiling, restoranga, kafega borishmagan. Aslida mana shunaqangi haqiqiy haqdor oilalar juda ham ko'p. Biz ulgurmayapmiz, ularni oldiga borib, videolarni hammasini sizlarga yetkazib berishga ulgurmayapmiz. Chunki bunaqa oilalar, bunaqa haqdorlar, qiynalgan, zaif, yetimlar juda ham ko'p. Bizni qo'llab-quvvatlang, Vaqf xayriya jamoat fondini, Vaqf fondi nomi bilan chiqadigan kartalarga ehson qiling, yaqinlaringizni xabardor qiling va bu ishlarning davomiy bo'lishida siz ham o'z hissangizni qo'shing. Amin. Shu menga nimaga bergan bo'lsa, Alloh o'zi rozi bo'lsin. Aka-ukalar mendan rozi bo'ling. Allohning oldida yuzlashtirganda jannatda ro'za aylasa hammamizni Parvardigor ekan. Vaqf xayriya jamoat fondi. Birgalikda biz
katta kuchmiz.